Assalomu alaykum, hurmatli IT House kuzatuvchilari va nihoyat IT podkast yana o'z faoliyatini boshladi. Bugungi mavzumiz sun'iy intellekt kiber hujum qila oladimi? Mavzusi ostida kiber xavfsizlik yo'nalishi mutaxassisi Temur aka, assalomu alaykum. Assalomu Sizni alaykum. ko'rib turganimizdan baqayotda xursandmiz va sun'iy intellekt mutaxassisimiz Nodir aka bugun Assalomu alaykum. biz bilan suhbat olib boradilar. Keling, suhbatimiz boshida Nodir aka sizga yuzlansam, siz mana sun'iy intellekt yo'nalishi mutaxassisisiz. Hozirgi kunda o'zingizning ham xabaringiz bor, O'zbekistonda ko'pchilik sohalarda sun'iy intellekt egallab boryapti. Ya'ni inson resurslarini o'rnini sun'iy intellekt egallab boryapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Kelajakda inson resurslarini to'liq sun'iy intellekt egallab borishi mumkinmi? Egallashi mumkinmi? A, Oxirgi 2-3 yilga qarasak, bu soha shu darajada rivojlanyaptiki, ya'ni har xil ishchilarni o'rnini egallab boryapti. Lekin bitta narsa bor, ya'ni tibbiyot sohasi va ya'ni olimlar ishlaydigan auditoriyalarni qisman egallashi mumkin, lekin to'liq egallolmaydi. Lekin o'qituvchilar va tilshunoslik sohasini egallashi mumkin. Aha, tushunarli. Ya'ni meditsina sohasini to'liq egallash qiyin bo'ladi va ishlab chiqarish, ya'ni yangi kashfiyotlar yaratish, olimlarni o'rnini, izlanuvchilarni o'rnini egallashi qiyin bo'ladi sun'iy intellekt sohasi. Sizga ham savol, Temur aka, bu savol siz uchun ham o'rinli. Kelajakda kiber xavfsizlikni o'rni qanday bo'ladi? Bu haqida o'zingizni fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Kelajakda O'zbekiston misolida oladigan bo'lsam, aynan oxirgi 2-3 yilda biz kiber xavfsizlikni sekin-sekin his qila boshladik. Bu paytgacha bizda umuman xalqimizda ham kiber xavfsizlik bo'yicha tushuncha yo'q edi. Keyinchalik mana shu oxirgi 2 yilda asosan xalqimiz ichida kuzatilyapti, soddalik sabab juda ko'p aldanish holatlari. Oddiygina holat shu pul yo'qotishlar. Mana shundan keyin xalqimiz endi kiber xavfsizlik, umuman hakerlar degan tushunchani anglay boshladi. Aslida bu soha kirib kelgani ancha bo'lgan. Bu 2000-yillardan boshlab Amerikada yoki Yevropa mamlakatlarida aktiv edi. Bizga hozirgi kunda kirib keldi. Endi buni kelajagiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi umuman ma'lumotlarimiz hozirgi kunda 70-80% deyishimiz mumkin internetga ko'chdi. Ya'ni siz to'lov qilmoqchisiz, shaxsiy ma'lumotlaringizga ulanmoqchisiz, deyarli hammasi internetda. Demak, kiber xavfsizlik o'zi internetdagi ma'lumotlarni himoya qilish bo'lganligi uchun ham bundan keyin bu juda dolzarb sohaga aylanib boradi. Ya'ni kelajakda bu sohani o'rni juda yuqori. Tushunarli. Hozir ikkalangizga ham bir xil savol beraman. Ya'ni sun'iy intellektni yoshlarimiz aynan qachon, qaysi vaqtda, ya'ni yosh chegarasi qachon boshlash kerak bo'ladi va qiziqarli savol, nima uchun boshlash kerak bo'ladi? Shuni keltirib bera olsangiz. Bu savol sizga ham tegishli. Keling, Nodir aka, siz boshlasangiz. Misol oldin O'zbekistonda bu sohada, misol O'zbekistonni oladigan bo'lsak, vakansiyalar deyarli rosa kam edi, lekin shu oxirgi yilda 1 yil ichida misol Headhunter shu darajada oshdiki, bu sohaga bo'lgan talab yuqorilashdi. Ya'ni nimaga? Aytib har bir tashkilotda ma'lumotlar raqamli holatga o'tyapti. Ya'ni oldin qog'ozda bo'lgan bo'lsa, o'zingiz ham bilasiz, endi hozir raqamli holatga o'tyapti. Bu degani ma'lumotlarni tahlil qilish uchun, ma'lumotlarni analiz qilish uchun bu sohadagi dasturchilarga talab oshyapti. Misol mana Jahongir Ortiqxo'jayevni ko'p videolari chiqdi ko'rgan bo'lsak, ulardan so'rashganda, ya'ni 18 yoshga qaytganingizda yoki 18 yoshdagi bolalarga nimani tavsiya qilardingiz deganda, sun'iy intellektni o'rganishni. Agar ular o'rganmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda matematika tomonlama va til tomonlama yaxshi darajada bo'lishi kerak. Chunki sun'iy intellektda ko'p manbalar hali ham ingliz tilida izlanmoqchi bo'lsa, keyin nimaga matematika kerak deydigan bo'lsak, sun'iy intellektni va data science o'rganishda asosiy qismi bu matematikaga borib taqaladi. Chunki u yoqda matematik formulalar juda ko'p. Tushunarli. Albatta, fikrlaringizga qo'shilaman. Hozirgi kunda misol uchun dunyo ulushi sun'iy intellektni 222,47 million dollar bo'lsa, shunaqa prognoz bor ekan. Kuni kecha eshitib qoldim xabarlarda 2030-yilga borib 1,5 milliard dollarga yetishi mumkin ekan. Bu degani hozir O'zbekistondagi yoshlar bo'sh o'tirmasdan sun'iy intellektni yaxshilab o'rganishlari kerak bo'ladi. Ya'ni 2030-yilga borib yaxshigina daromadda bo'lishi mumkin. Endi albatta hozir yoshlarimizga ko'pincha daromaddan gapirsangiz yaxshilab eshitishadi o'shaning uchun. Keling, shu savol bilan endi sizga yuzlanamiz. Kiber xavfsizlik mutaxassisi O'zbekistonga qay chog'lik kerak? Va o'zi savol xato bo'lib qoldi. Yoshlarimiz aynan
qachon boshlash kerak yosh darajasi? Ya'ni agar ular yoshroq o'rganib qoladigan bo'lsa, o'zingiz ham bilasiz, kiberxavfsizlik mutaxassislarini hammasi ham yaxshi yo'nalishda bilimlarini ishlatishmaydi. O'shaning uchun ham ular necha yoshdan boshlab o'rgangani ma'qul, ya'ni ong hushini tanib olgandan keyin demoqchiman-da. Xo'p, umuman kiberxavfsizlik yo'nalishini hozir aytib o'tdingiz, kadr sifatida, soha sifatida degan tushuncha ketdi. Men bu fikrga biroz qo'shilmayman. Chunki kiberxavfsizlikni hamma bilishi shart. Biz o'zimizni himoya qilamiz, ya'ni ma'lumotlarimizni himoya qilamiz, uyimizdagi boyligimiz bo'lish uchun, buning uchun oddiy eshigimizni qulflaymiz har holda. Oddiy narsalar. Lekin biz kiberxavfsizlik bo'yicha umuman internet olamiga, raqamli olamga kirgandan keyin himoyani yo'qotdik. Ya'ni biz bu yerga kirib keldik va hech kimda himoya instinkti shakllanmagan. Ammo oddiy holatga oladigan bo'lsak, ya'ni moddiy narsalarda, aynan ko'radigan obyektlarimiz va hokazo, bularda bizda himoya bor. Bu necha ming yillardan beri shakllanib kelyapti. Aynan g'or odamlarga borib qadalsak ham, uzr kechirasizlar. Xo'p, ularda ham aynan shu oziq-ovqatlarni himoya qilish uchun ham g'or oldilariga qanaqadir qopqonlar nimadirlar qo'yishgan. Ya'ni shunaqa himoya instinktlari bor edi, hozirgacha shakllanib kelgan. Va bunga endi 21-asrda kirib keldik raqamli olamga. Va bu yerda bizda hech qanaqa himoya instinkti hali mavjud emas. Demak, buni hamma bilish kerak. Boya to'g'ri gap aytib o'tdingiz, aynan hujum masalasida kiberxavfsizlikni o'rgangan har bir inson ham o'z bilimlarini foydali maqsadda ishlatmasligi mumkin. Shuning uchun ham 16 yoshdan boshlashni tavsiya qilaman. Aynan 16 yoshdan bo'ladigan bo'lsa, endi bu yana bitta narsaga bog'liq. O'rganayotgan insonga misol uchun 14 yoshli bola kelsa ham unga mos narsani o'rgatishimiz mumkin. Ya'ni himoya chorasi o'zini, yaqinlarini qanday himoya qilish bo'yicha. Lekin mutaxassislik sifatida o'rganmoqchi bo'lsa, minimal yosh sifatida 16 yoshni tavsiya qilaman. Unda bolalar tushunib, balog'at yoshidan o'tayotgan bo'lishadi. Aynan fikrlash doirasi kengroq bo'ladi va hayotini agarda nimadir qiladigan bo'lsa, keyin qanday davom ettirish bo'yicha tushunchalari bo'ladi. Ya'ni nima qila olishini biladi demoqchisiz-da, ongli ravishda Ongli qiladi ravishda hamma anglab narsani. qiladi har bitta ishni. Gaplariga qo'shimcha qilsam, mana YouTube'da hamma ko'rgan video, ya'ni bitta oila qizini doim ijtimoiy tarmoqqa qo'yib yuradi farzandi. Keyin ular kinoga tushishga boradi. Kinoda o'tiradi, zalda o'tirganda zal qorong'i holatda keladi qizi. Ya'ni uni kichkina qizchani kod orqali endi o'zini katta bo'lgan holatini yasaydi-da. Keyin u qiz chiqadi, ya'ni aytadiki, endi mazmuni oxirida iltimos mani ijtimoiy himoyamni ta'minlanglar, chunki mana bu mani katta holatim deydi. Agar shu holat davom etsanglar mani privacy, ya'ni o'zini himoya qilish, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi himoyamni buzyapsizlar degan ma'noda chiqaradi. Shuning uchun iltimos sizlarda mani kelajagim yomon holatda bo'lishini istamasanglar, ijtimoiy holatimni yaxshilanglar degan ma'noda ota-onasiga murojaat qiladi-da bu. Ya'ni kichkina qizchani katta holatda yasab, shu darajaga olib kelishadi. Hozir shu holatlar ham ko'p kuzatilyapti-da. Misol bitta rasmni harakatga keltirishyapti, ya'ni ovozlarni qo'shib. Xuddi shunaqa, to'g'ri aytasiz. Endi mavzumizni sal o'zgartiramiz. Ya'ni o'zimizni asosiy mavzumiz sun'iy intellekt kiberhujum qila oladimi? Bu mavzuga yanada yaqinlashamiz. Hozir sizga yuzlanaman Temur aka. Kiberxavfsizlikda, ya'ni umumiy o'zi kiberhujumlar necha turga bo'linadi? Ya'ni ular misol uchun hujum qilish darajasiga qarabmi yoki zarar yetkazish soniga qarabmi, o'zi umuman olganda necha turdagi kiberhujumlar bo'ladi? Bu tur masalasiga keladigan bo'lsak, bu turlar haddan ziyod ko'p. Chunki kerak bo'ladigan bo'lsa, har kuni yangi yo'nalishda yangi turlar ochilib kelyapti. Lekin bitta faktni aytib o'taman, aynan kiberhujumlarda muvaffaqiyatini 90%ni insonlarning xatosi ta'minlab beryapti. Ya'ni agar 10 kishi oddiy misol plastikdan pul yo'qotgan bo'lsa, 9tasi o'zi aybdor bu narsaga, aynan xavfsizligiga yetarli darajada e'tibor bermaganligi uchun. Bittasini aytishimiz mumkin, unda ma'lum bir dasturlar yoki qurilma xatoligi ketyapti deb. Buni aynan turlarga bo'lib tushuntirish juda qiyin masala, chunki aynan kiberhujumlar haddan ziyod ko'p. Ya'ni oddiy bilamiz, hamma eshitgani bu DOS bo'lishi mumkin, DDoS hujumlari yokida eng keng tarqalganlardan biri social engineering, ya'ni ijtimoiy muhandislik, insonlarni aldash orqali hujumlar bo'lib turadi. Ya'ni bularni aniq bir turga keltirib bera olmayman, lekin ya'ni kategoriyalar bo'lib. Bular juda ko'p rostdan. Bitta ma'lumot aytishim kerakki, dunyo miqyosida soniyasiga 30tadan 50tagacha kiberhujumlar bo'lar ekan. Umuman olganda O'zbekistonda kiberhujumlar soni qanchalik aniqlash imkoni bormi? Qandaydir platforma orqalimi yo qandaydir statistika orqalimi?
Xo'p, umumiy statistikalar qilishimiz mumkin. Ya'ni veb-saytlar bo'ladigan bo'lsa, endi bunda umumiy yuqoridan turib, tarmoqdan turib ma'lum bir hujum turlarini aniqlashimiz mumkin, lekin barchasini emas. Bunda aynan aholini faol qatlami ham bo'lishi kerak. Hujumga uchragan paytda ochiqlash kerak. Bizda esa bitta shunaqa narsa borki, kimdir aldanib qolsa ham, u o'zi haqida yoki ichki ishlarga yoki yaqinlariga xabar bermaydi. Ya'ni ko'p holatlarda bu yashirin tarzda ketyapti. Ya'ni shu masala borki, aniq statistikani chiqarish biroz qiyinroq. Mana uzr gapingiz bo'ldim. Xuddi bular aytgan yaqinlariga aytmang deyapsiz-ku. O'zimda bo'lgan holat hozir eng ko'pi fishing anaqa. Bularni bo'ladi, fishingni bilishadi. Ya'ni bitta summa yozilgan bo'ladi-da, o'rnatsangiz bonus bor, lekin o'rnatgandan keyin ko'rib turibsizki tushdi. Bitta sherigimiz tushgan, lekin u hammaga tarqatadi-da, u virus tarqab ketadi, lekin aytmagan bu virus hammaga yozib chiqmagan yoki o'chirib tashlamagan. Bir payt undan keldi virus birinchi, keyin ikkinchi sherigimdan kelyapti. Ikkalasi ham bo'ldi, tamom pishdi. Ha, ommalashib ketdi u. Keyin aytdimki, o'chirib tashla, chunki bo'ldi, kartadan yechadi dedimda, ishonmadi. Nerigisi o'chirib yubordi, delete berib yubordi Telegram. 2-3 kun o'tdi, bo'ldi. Kartaga pul tushdi, bir marta 200 ming, yana 200 ming eshdi. 400 ming. Aytib qo'ymagan, aytganda o'sha holat bo'lmasdi. Ikkinchi insonga ta'sir qilmasdi. Bu qanday baholaysiz Temur aka bu holatni? Ya'ni bu holat juda ko'p bo'lyapti. Aynan o'zim tanishlarimda ham ba'zan bu kishi aytgandek, ya'ni dasturlar kelib qoladi. O'zi oddiygina e'tibor berish kifoya. Kelgan dasturlarning hajmi 1 yoki 2 megabayt ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni oson ocha olasiz. Ularga qo'yilgan sarlavha ham juda achinarli rostdan. Ya'ni qanaqadir mukofot pullari va'da qilingan bo'ladi yoki soliq qo'mitasidan qarzingiz bor, to'lab qo'ying. Bu juda kulgili aslida. Bunga sal ongli inson aldanmasligi kerak va u kelib tushgandan keyin ham bu kishi aytgandek ogohlantirish zarur edi. Aynan shunaqa holat bo'lganda bitta tanishimizda qurilmasiga ulanishgan va barcha kontaktlariga o'sha xabar yuborilgan. Ya'ni menga kelganda men ogohlantirdim, Telegramini chiqarib tashlab va har bitta yuborilgan insonga alohida xabar yubordi. Aynan shunaqa jarayon bo'lishi kerak. Ya'ni xabar yuborilmadimi, bu yerda o'sha tarqalishi haddan ziyod tezlashib ketadi. Sizga borda, sizda 200 ta kontaktingiz bor, 200 ta kontaktingizdan yana 200 tadan ketadi. Va hokazo bitta jamiyatga yoyilib ketishi juda tez amalga oshadi bu jarayon. Albatta, o'shaning uchun hurmatli kuzatuvchilar, har xil havolalar ustiga bosishda o'zingizni cheklang, chunki tekin pishloq doim qopqonda bo'ladi. O'shandan ehtiyot bo'lasizlar. Ustoz Nodir aka, hozir sizga yuzlanaman. Savolim shundan iboratki, sun'iy intellekt hozir sun'iy intellekt bo'yicha eng yirik kompaniya bu OpenAI kompaniyasi. Ya'ni o'zini sun'iy intellekt mahsulotlarini hozir dunyo bozorida cho'qqiga olib chiqib sotyapti. Demak, o'sha OpenAI kompaniyasini xavfsizlik darajasi qanday deb o'ylaysiz? Mana sun'iy intellekt bilan shug'ullanishadi. Ularning xavfsizlik darajasi qanday? Ya'ni ularda black hackerlar, ya'ni qora hakkerlar buzib kira oladimi ularning saytlariga? Misol har qanday katta kompaniyani qarasak, ularda kompaniya kattalashgan sari ularda misol white hackerlar bor, ya'ni himoya qiladiganlar. Ular unga sarmoyani ko'proq ajratadi. Fikrim bo'yicha qancha kattalashgan sari zachtani ham yaxshilash kerak. Chunki misol Telegram olsaydi, Telegram ham deyarli buzish ehtimoli juda kamroq. OpenAI ham xuddi shunday. Mani fikrimcha, lekin ma'lumot so'rasangiz insonlarni ba'ziga ijtimoiy tarmoqlardagi rasmlarni olib ham ma'lumotlarni taqdim qilyapti. Misol o'zimni so'rasam, LinkedIndagi profildagi rasmimni olib, masalan, o'zimni so'rasam ChatGPTdan tashlayapti o'zimga qaytarib. Endi u kim so'rasa men haqimda ma'lumotlarni endi rasmlarim bilan olib berish ehtimoli. Endi ichkida bilmadim, lekin tashqi tomonlama himoyasi yaxshiroq. Misol siz men haqimda so'rasangiz, ma'lumotlarni aytib berish yoki bular haqida so'rasangiz aytib beradi-da. Shu qo'rqish kerak bunisidan. Aynan shu joyga bitta qo'shimcha qilib ketaman. Qarang, ya'ni siz meni profilimdagi rasmlarni olib beradi, bu kimgadir ko'rsatsa boshqalarga nisbatan meni xavfsizligim buziladi deyapsiz. Va u ochiq manbalardan rasmlaringizni olib beradi. Ya'ni siz Instagram, LinkedIn, Facebook profillaringizga o'sha rasmlarni siz yuklagansiz va u public holatda turibdi, sun'iy intellekt shunchaki sizga olib beradi. Ochiq tarzda. Avvalo siz o'zingiz agar buni xohlamagan bo'lsangiz, ularni private holatda ijtimoiy tarmoqlarga yuklamasligingiz kerak. Yo'q holatda qo'yishingiz kerak bo'ladi. U shunchaki ma'lumotlarni olib beryapti xolos. OpenAI o'sha ChatGPT chiqargandan undan keyin Bard, Copilotlar chiqdi-yu. Unda bo'ldi ChatGPT qolmadi, ommalashmay qoladi degandi. Afsuski, endi to'g'ri Bardlarda ham, Copilotlarda ham qaysi tomondan plyus bor, lekin baribir insonlar
ChatGPTda qoldi-da ko'p qismi. Endi hozir yaqin kunda DeepSeek undan keyin o'zi hujumlar boshlandi. OpenAI anaqa e'lon qildi, bizni manbadan olgan deb haligi sanksiyalar qo'llab, endi hozir ancha sekinlashib ketdi. Bilmadim, lekin hozir oxirgi bu poyga nima bo'ladi ikkalasini o'rtasida? Qarang, siz gapingizni bo'laman. Hozir bu mavzudan yiroqlashib ketib qolamiz, chunki ChatGPTdan uzoqlashmasdan tursak, ya'ni OpenAI mahsuloti ChatGPT mana insonlar bilan suhbat qiladi. Suhbat qilib, ulardan ma'lumot oladida, qaysidir ma'noda. Bu ma'lumotlar chetga chiqib ketib qolish ehtimoli bormi yoki demak foydalanuvchilarni shaxsiy ma'lumotlari ishonchli ravishda saqlanadimi? Qachondir bo'lsa ham, misol uchun ChatGPTni kimdir buzib kira olsa yo nimadir bo'lsa, bundagi yillar davomida to'plangan baza, ya'ni ma'lumot, insonlarning shaxsiy ma'lumotlari chiqib ketib qolish ehtimoli bormi? Yo'q. Bu haqida Misol, ChatGPTga ro'yxatdan o'tishda faqat elektron pochta orqali o'tasiz. Ya'ni o'zingiz pasport unaqa narsa seriallar so'ralmaydi. Shaxsiy ma'lumot deganda u bilan bo'ladigan suhbatda orada misol uchun kimdir haqiqatni aytib qo'yishi mumkin, o'zini pasportini tashlab shuni boshqacharoq variantda yozib ber deyishi mumkin demoqchiman-da. bu ehtimol juda kam. Misol pasportini tashlab, lekin rasm, o'zini ma'lumotlari bo'lishi mumkin, lekin asosiy ma'lumotlar bo'lmaydi ChatGPTni ichida. Agar buzib kirgan taqdirda ham insonni shaxsiy ma'lumotlariga ta'sir qilmaydi, ya'ni shaxsiy himoyasiga, ijtimoiy himoyasiga. Siz qanday fikrdasiz, Temur aka? Chunki mana agar ChatGPTga to'liq ma'lumotingizni berib qo'ysangiz, ya'ni o'z haqingizda batafsil ChatGPTga tushuntirib qo'ysangiz, ChatGPT o'sha sizni ma'lumotlaringizdan kelib chiqqan holatda sizga maslahat beradi. U to'g'ri maslahat bera olish uchun ham siz o'zingizdagi bor qobiliyatni, o'zingizda hayotingizda kechayotgan kechinmalarni hammasini ChatGPTga yozib borayotgan bo'lishingiz kerak. O'shandagina u siz bilan chambarchas ishlay oladi. Haqiqatda chiroyli, zo'r sun'iy intellekt. Bunga anuvimiz yo'q, bunga qarshiligimiz yo'q. Faqat xavfsizlik jihatidan olib qaraganda o'zi ChatGPTni buzib kirsa bo'ladimi? Xo'p, bitta narsaga to'xtalib o'taylik. Hozir aynan ijtimoiy himoya masalasi ketdi bu yerda. Biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq ma'lumot berib qo'yapmiz sun'iy intellektga. Chunki eng asosiy narsa bizning shaxsiyatimiz, ya'ni bizning qiziqishlarimiz ortidan juda katta ma'lumot olish mumkin. Va biz kiramiz nima haqida? Insonlar bor, undan shunchaki suhbatdosh sifatida foydalanadi. Ya'ni u yerda to'liq shaxsiyat ketyapti. Nimaga qiziqishi, aynan hayotdagi maqsadlari, hobbilari haqida ma'lumot ketyapti. Va buzib kirishda aynan pasport ma'lumotlaridan ko'ra mana bu qiziqishlaridan ko'proq foydalanish mumkin. Ya'ni men uni pasport ma'lumotlarini bilmay, lekin bu kabi qiziqishlarini barchasidan xabardormanmi, uni buzib kirishim pasport ma'lumotidan ko'ra osonroq kechadi. Ya'ni unga qayerga yo'naltirishni, nima orqali jalb qilishni bilaman. Shu sababli ham o'zimiz o'ylaganimizdan ko'proq ma'lumotni berib qo'yapmiz. Va boyagi narsa, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan ochiq ma'lumotlarni olib berayotgan edi sun'iy intellektlar va qachondir men bilmadim, bu narsani ko'rmaganman, aynan shaxsiyat haqida savol bersa ham javob beradimi yo'qmi? Tushunarli. Lekin bitta narsani biz e'tibordan chetda qoldirdik. Hozir misol uchun ChatGPTga Nodir aka aytganlaridek, demak email pochtamiz orqali, Google email pochta orqali kiramiz. Lekin biz Google email pochtani ochish paytida shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritamiz. Unga telefon raqamimizni, keyin pasport seriyamizni yokidam bizni Google himoya qilib turadimi bu tarafdan? Bu tomonlama Google. Google'da privacy kuchli. Chunki bu email pochtaga Google javob beradi. Buni buzish, agar parolingizni hech kimga bermasangiz, pochtani buzish qiyin. Chunki Google'da bu sistema yaxshiroq ishlaydi, himoya qilish. Shu joyiga bitta qo'shimcha qilay, to'xtab turing. Xo'p, aynan email yaratish jarayonida ham Google chiqaradigan ma'lumot bor, ya'ni privacy policy, maxfiylik siyosati va u yerda list hisobida chiqarsak bir 100 list ma'lumot bor va hech kim o'qimaydi. Va mana shu yerda hammasi keltirib qo'yilganki, sizni shaxsiy ma'lumotlaringizdan qay tarzda foydalanishligi. Ya'ni u ma'lumotlarni agarda boshqa kompaniyalar so'raydigan bo'lsa, berishi mumkinligi haqida ham u yerda yozuvlar keltirilgan. Va ChatGPTga ro'yxatdan o'tayotgan paytimizda ham emailimiz bilan ro'yxatda o'tsak, u yerda ham privacy policy bor. Ya'ni maxfiylik siyosati va bizda qaysi ma'lumotlarimizni Google'dan so'rab olayotganligi, undan qanday foydalanishligi to'liq holatda keltirilgan bo'ladi. Shu sababli ham bizning ma'lumotlarimizdan bemalol foydalanish mumkin. Ya'ni demak u Google bilan hamkor bo'lgan har bitta kompaniya bizning ma'lumotlarimizni oladi. Misol uchun Meta.
Chunki biz bilamizki, Instagramdan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz ham o'sha baribir elektron pochta orqali eng tez o'tishni yo'li elektron pochta orqali. O'zi har bir demak ilovadan o'tayotganingizda, har bir qandaydir tizimdan ro'yxatdan o'tayotganingizda sizga eng katta yordamchi Google email pochta bo'lib qoldi. Demak, Meta bilan hamkorligida ham ma'lumotlarni o'zaro almashadi. Xuddi shunaqa barcha kompaniyalar bilan, misol uchun men veb-sayt yaratdimmi, unda autentifikatsiya sifatida Google'ni qo'llaydigan bo'lsam, men mijozlarimni email pochtalar orqali qaysi ma'lumotlarni olishimni ro'yxatini shakllantiraman va Google'ga taqdim etaman. Va ular menga tasdiqlab bergandan keyin men o'sha foydalanuvchilardan o'sha ma'lumotlardan bemalol foydalanishim mumkin. Ya'ni tug'ilgan yili bo'ladimi, boshqami, o'sha yerda keltirilgan ma'lumotlarni aynan Google meni birinchi o'rganib chiqadi kompaniyamni va shunga qarab ruxsat berishsa men foydalanishim mumkin. Ya'ni siz oldin zararli ish qilmagan bo'lsangiz, ustingizdan shikoyat tushmagan bo'lsa, Juda qiyin narsalar emas. Men oddiy sayt yaratib ham ulasam, menga ma'lumotlar berishdi. tushunarli. Nodir aka, endi sizga yuzlanaman. Sun'iy intellekt sohasida mana yaratilayotgan mana ChatGPT shunga o'xshash aqlli AI tizimlari qay chog'da xavfsiz? Mana DeepSeekni hozir o'zi mavzudan ozgina chekkalashyapmiz. DeepSeek ikkinchi mavzumizni olsak, ikkinchi bo'limni olsak, DeepSeek hozir Xitoyda yangi AI mahsuloti ommalashyapti, lekin buni Amerika qo'llab-quvvatlamayapti. To'g'ri, Apple bosh direktori ham DeepSeekni zo'r, haqiqatda samaradorligi kuchli degan bo'lsa ham, lekin Oq uy DeepSeekni qo'llab-quvvatlamayapti. Ya'ni Amerikadan umuman yo'q qilish arafasida. Lekin amerikalik xodimlar, AQShlik xodimlar, organda ishlayotgan xodimlar ham DeepSeekdan bemalol foydalanishyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Yo DeepSeek haqiqatda ChatGPTdan kuchliroqmi? Misol men o'sha DeepSeek chiqqan kuni foydalandim. Telefonga yuklab oldimda bir xil savol berdim. Misol o'zimni sohamda bir xil savol berdim. Ikkalasiyami? Bir xil, ChatGPTga ham, savol, DeepSeekga DeepSeekga ham. qo'ydim. Bittasi kompyuterda, bittasi telefonda. Birdaniga bosdim. Bosganimda shu holat kuzatildiki, ya'ni ChatGPT DeepSeekga nisbatan tezroq. Keyin aniq ma'lumot beryapti. DeepSeek birinchi navbatda o'zbekcha bergan savolingizni inglizcha o'ylab, keyin u yechim beryapti-da. U beryapti turgan kodi tushunarsiz, ya'ni tushunib olish qiyin ChatGPTga nisbatan. Men ko'p ishlatmadim, o'sha kuni bir marta yoki ikki marta ishlatdim. DeepSeek. Undan keyin ishlatganman. Men asosiy ishlatadigan sun'iy intellektim ChatGPT. Bartam, Copilot ham ishlatmayman. Ishonchli-ya. Ha. Bizga ancha Qulay. ishonch bera olgan. Chunki hozir bunda kirasiz, salomsiz, salom Nodirbek. O'zi tanib bo'lgan, his qilib bo'lganda nima kerak, nima qilish kerak hammasini biladi. Chunki anchadan faqat bitta akkaunt ishlatsangiz, o'zi sizga moslashib bo'ladi. Bizda shu holatdan keyin ya'ni DeepSeekni men o'zim ham o'rnatib oldim telefonimga ilovasini. Menda unchalik aynan Amerikada kuzatilgan holatlar kuzatilmadi. Ya'ni Amerikada shunaqa holatlar kuzatildiki, DeepSeekni o'rnatganingizdan keyin telefoningizda qotishlar, saytlarda ishlashi sekinlanishi agar sizda sayt bo'lsa, umuman sizda serverlardagi noto'g'ri tushunmovchiliklar paydo bo'lishni boshladi-da Amerikada. Aynan o'shaning uchun ham Amerika hozir DeepSeekni yopmoqchi. Sizni telefoningiz mana o'rnatib oldim deyapsiz. Ikkalasiga ham bir xil savol berib ko'rdim dedingiz. Siz qanaqa bo'ldi? Telefoningizda qotishlar kuzatilmadimi? Yo'q, u kuni O'zingizni xavfsizligingizni qanday aniq ko'ryapsiz hozir bu yerda? Chunki yangi sinalmagan o'zbeklarda shunaqa maqol bor. Yo, misol uni Play Marketdan yukladik. Endi Play Marketda ham yuklashda ham tekshirib bo'ladi-ku baribirlarda. Endi misol tavakkal qiziqish, interes bo'ldi. Qanaqaga hamma shu o'rnatdim. O'rnatganimdan keyin oddiy ro'yxatdan o'tdim. Lekin baribir bizga nima kerak? Tezroq javob, tezroq ma'lumot va tushunishi oson bo'lgan narsa kerak-da. Shuning uchun qaradim. Chunki Copilot ishlatganimda ham, Bartda ham ishlatganimda kod so'rasam, yo kod oxirigacha bormaydi, yoki nimagadir uzatib yuboradi-da. Masalan, GitHubmi biror narsam qayerdadir shunaqa kod bo'lsa uzatib yuboradi. Lekin ChatGPTda beradi oxirigacha. Agar kod tushunmasangiz, tushunarli qilib ber desangiz, boshqatdan kodni yozib beradi. Tushunarli. Keling, mana shu ChatGPT AIdan uzoqlashmasdan turamiz, chunki bugungi mavzumiz ham shu, ya'ni sun'iy intellekt kiberhujum qila oladimi? Hozir bu videoni oxirida, demak, bu savolga javob olasizlar. ChatGPT
Ya'ni, qo'shni ChatGPT bilan, ya'ni ikkita telefonda ChatGPT bor, tasavvur qiling, ularni suhbatga qo'ya oldingiz bitta mavzuda. Misol uchun bitta ChatGPT bor telefonni, demak, savol bergan holatda ikkinchisini eshitish moslamasini yoqishingizga ular gaplashib ketdi. Buni biz o'zimizni ofisda qilib ko'rdik, kursdoshlar bilan qilib ko'rdik, demak, ishxonadagi bolalar bilan qilib ko'rdik ofisda. Ular ancha muddat gaplashdi, biz faqat unga sabrimiz yetmadi, darrov o'chirib qo'ydik. Ular shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ular qancha muddat bitta mavzu atrofida suhbatlasha oladi eng uzog'i? Hozir ChatGPTda yangi chiqqan funksiya bu, ya'ni audio, lekin ancha muddat emas, limiti bor 10 daqiqa. Oddiy pulsiz versiyasida 10 daqiqa. Yo, agar premium versiyasini olgan bo'lsangiz, ya'ni demoqchiman, cheksiz, ya'ni gaplashish bemalol tam, tushunasizmi? Bemalol bo'lsangiz, ikkala telefonni qo'yib qo'ydingiz, ikkalasi rosa gaplashyapti. Qancha muddat bo'lishi mumkin ularning suhbati? Buni bilmadim aniq, lekin agar ulanib ketib qolsa, bir-biriga ketsa kerak. Xuddi ikkita qiz o'tirib qolsa g'iybat boshlanadi-ya, ikkita ayol gap tugamaydi. Xuddi shunaqada. Agar ikkitasi ham ayol kishini ovozini tanlab qo'yadigan bo'lsa, endi bilaman, ikkita erkak bo'lsa, tugashi mumkin, lekin ikkita ayol bo'lsa tugamaydi. Bu gapimizga feministlar qo'shilmaydi. Albatta, chiroyli anavi bo'ldi. U ChatGPTni o'zi savol bersangiz, hamma savollarga ham javob beradi. Faqat ChatGPT bera olmaydigan o'zi savollar ham bor. Ya'ni javoblar bor. Savollar deganimda qarang. Ular javob bera olmaydigan savollar bor. Misol uchun qaysidir saytni buzishni so'rasangiz yokidam shunga o'xshash savollarni, g'ayritabiiy savollarga u javob bermaydi, ChatGPT javob bermaydi. Lekin shunga yaqinroq veb dasturlashda yokidam no-kod sohasida, o'zi kodsiz yozilgan IT sohasidagi savollarga ko'pincha javob berib kelgan. 70% savollarga javob berib keladi. O'sha shundan kelib chiqqan holatda bitta savol beramanki, agar premiumni sotib olsa, ChatGPTni tinimsiz, demak, o'zbek tilida aytganda ezib yuborsa, qandaydir kodlarni berib yuborish ehtimollari kuzatilganmi? Ya'ni yaxshi ishlamay qolish, ya'ni serverlik xatosi bilan kodni berib qo'yishi mumkinmi? Masalan, pulli versiyani ishlatganimda bir oy. Endi oddiy versiyaga nisbatan birinchi navbatda odam savol berishni bilishi kerak-da. Misol, oddiy versiyaga bergan savolni pulli versiyaga bersangiz o'sha javob beradi-da. Endi savolni o'zgartirish kerak, murakkabroq qilsangiz, lekin siz aytib turgan o'sha buzish, ya'ni u narsalarni aniq bermaydi. Misol, meditsina sohasida men boshim og'riyapti, nima dori ichishim kerak, ularga ham javob bermaydi. Chunki bular oxiri nimaga olib kelishini biladi. Chunki shifokorlardan retsept orqali olish kerak dorini. Endi undan men o'zimda ham bo'lgan, birorta serverni buzish yoki mana, ya'ni ko'proq Instagramga ban bersa, akkaunt bloklanadi-da. Qana shu algoritmni yozib ber menga Pythonda deganimda, men bunday holatlardan yiroqdaman, men unaqa buzg'unchiliklarga qarshiman deb javob beradi-da. Premiumda ham, oddiy versiyada ham bermaydi bunaqa. Chunki agar bilib qolsa, ChatGPTga nisbatan narsa qo'llaniladi. Shunga uzoqroq turadi bu narsalardan. Uzr gaplaring bo'laman. Men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Ya'ni aynan sun'iy intellekt sohasida yangi yo'nalish kirib keldi, prompt engineering, ya'ni sun'iy intellektlarga to'g'ri savol berish va istalgan yo'nalishdagi savolni to'g'ri berish orqali javobini olish mumkin. Bu buzg'unchilik yo'lida bo'ladimi yoki siz aytgandek tibbiyot sohasida bo'ladimi? Aynan men o'zim yo'nalishim shu bo'lganligi uchun men qaysidir kodni yozishga erinsam, nisbatan ancha dangasaroqman. Unga bir og'iz savol berib, yozdirib olishim mumkin. Ya'ni siz to'g'ri savol berishsiz. Shunchaki to'g'ri savol berish orqali javob olish mumkin. Hatto buzish kodlarini ham. Aynan shunaqa joylar bo'lgan. Bir marta sherigim shunga oid kodlarni so'radi. Aynan shu buzg'unchilikka oid kodlar edi va metroga kirayotgan edik. Va bir marta kod yozildi, internet metroga kirayotgan jarayonimizda sekin edi. Va u kodni ko'rdim, uncha-muncha odam yozolmaydigan algoritm bor edi u yerda. Va birdaniga server yangilanib, o'rniga boshqa kod chiqdi internet yaxshilanishi bilan. Ya'ni boyagi holat, adashib berib qo'yish holatlari ham bor. Ya'ni deyarli men qanaqadir savol bermoqchi bo'lgan bo'lsam, uzr gapingiz bo'ldim. Xo'p. Qanaqadir savol bermoqchi bo'lsam, doim javob olganman. Men o'zim. Lekin juda ko'p foydalanmayman, akkauntlar ulab yoki boshqa qilib. Demak, xavfsizlik darajasi juda ham ishonib olmasligimiz kerak. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, ko'ryapsiz.
hatto buzish kodlari, saytlarni buzib kirish, xullas yomon yo'llardagi kodlarni ham sizni so'ray olish darajangizga bog'liq ekan. Agar chiroyli qilib so'ray olsangiz, demak sizga kodlarni ola qol deb topshirib yuborish ehtimollari ham yo'q emas ekan. Bitta voqeani Bir daqiqa siz bu degani nima degani? Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz ham xavf ostida bo'lishi mumkin. Nima dedingiz Temur aka? Bo'lishi mumkin-ku. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz ham xavf ostida bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshilab so'ra olsa, Temur akaga o'xshab, Temur akani tili bilan so'ra olsa, ChatGPTdan sizning ma'lumotlaringiz ham ola qol deb berib yuborish ehtimoli bor. Aynan. Memga qiziqasizlarmi yo'qmi bilmadim, lekin ba'zi bir memlar chiqdi ChatGPT bo'yicha. Ya'ni birinchi holatda oddiy savol beryapti va ikkinchi holatda qanday qilib shu ishni qilib qo'ymasligim mumkin degandaqa deb va javoblar kelib chiqyapti. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Ya'ni savol berishga ko'p narsa bog'liq, sun'iy intellekt ham adashyapti. Albatta. Manda qiziq voqea esimga tushib qoldi. Ana sun'iy intellekt anaqa bo'lgan endi buzishda. Men o'sha boshda front, ya'ni veb-saytlarga qiziqib yurgan paytim yonimda sherigim, u paytlar shu kundalik.comda kirish pejini o'xshatib qilganda, keyin uni host bilan domenini olib turib, endi anaqa xuddi kundalikdagidek qilmagani ustozga yuborgan. Ya'ni ustoz mani akkauntim kirmayapti, siz o'zingiz akkauntingiz orqali kirib ko'ringchi, ishlatolmayapman degan. Hop deb u ustoziga jo'natganda, shunda ustozi kiryapti, parol bilan login keldi u bolaga. Ustozim nomidan ofitsialniy kundalik.comga kiryapti-da. Ichidagi baholarni o'zgartirib, hamma narsani qitashyapti. Zo'r. Hatto o'quvchilar ham o'qituvchilar aldab qo'ygan. Chunki ko'p kuzatiladi-da. Misol yosh kattalarga ChatGPT yoki sun'iy intellekt haqida aytsangiz, ko'pchilik tushunmaydi. Lekin shuni ommalashtirsa o'zlariga qulay, ya'ni komfortniy zonaga tushadi. Mana qarang, Temur aka siz ham, Nodir aka siz ham ChatGPTni demak ishlatasiz. Har kuni kunora bo'lmasa 2-3 marta to'qnashasiz, ChatGPT bilan suhbat olib borasiz. Uni tanqidiy fikrlashini qanday ko'rasiz? Ya'ni hech o'zingizni tanqid qilish haqida so'rab ko'rganmisiz ChatGPTdan? Temur aka, siz boshlasangiz. O'zingizni, ya'ni meni tanqid qil, meni xatolarimni ayt deb ChatGPTga yuzlanganmisiz qo'rqmasdan? Aynan bu holat bo'lish uchun bitta akkaunt ochib, doimiy tarzda u bilan suhbat qilib borsangiz, siz haqingizda ma'lumot beradi. Birinchi chiqqan paytda bu ishni qilganman, aynan u haqda so'ramaganman-u, lekin suhbatlashganimdan keyin o'zim haqida rasm generate qilib berishni so'raganman shunchaki va menga o'xshash rasm generate qilib berdi. Ya'ni men shunchaki yozishganman, shaxsiy ma'lumotlarimni bermaganman. Shunda ham rasm o'xshagandan keyin men akkauntdan foydalanishni to'xtatganman. Hozir akkauntsiz foydalanaman. Shu uchun siz aytgandaqa savolni berib ko'ra olmayman. Chunki men haqimda akkauntsiz foydalanganim uchun ma'lumotga ega emas. Tushunarli. Qarang, siz oddiy suhbatingiz o'zidan sizni o'zingizning suratingizni yaratib qo'ygandan keyin baribir kiber xavfsizlik mutaxassisi sifatida o'zingiz ham qo'rqib ketgansiz. Yo rasmni ko'rib qo'rqib ketdingiz. Mayli. Tanqid qilish ham mumkin, lekin agar u bilan savol-javob o'ynasangiz topolmasangiz, ana o'zingizdan kuladi. O'zimdan bo'lgan. O'zi kuladi lekin. Ya'ni savol-javob o'ynayapsiz-da, u beradi. Oxirida agar topolmasangiz javobini, ya'ni kulib stikerlar jo'nata oladi. Hozir xuddi kuladi. U achinarli holat, lekin achinarli emas, nimaga endi uni savollariga javob topa olmasangiz achinarli holatmi? Bu siz uchun achinarli holat. Yo, men uchun achinarli holat. Izlanishingiz kerak edi savollarga. Agar sun'iy intellekt sizni yengib qo'ysa, o'zingiz sun'iy intellekt mutaxassisiz, bu sizni yengib qo'ydi degan. Misol siz ham bersangiz oldi qochdi qiladi, topolmaydi. Masalan, mantiqiy savollarni ba'zilarini bersangiz, lekin bir vaziyatdan chiqib ketadi-da u. Endi to'g'ri, lekin meni o'zim ham sohamdan kelib chiqib savollar berganimda ancha o'ylanib qolgan, chunki men o'zim soham mexanik injener, o'sha muhandislik bo'yicha savollar berganimda, texnika haqida savol berganimda rosa o'ylangan, ya'ni takti, motorlar ishlash takti, boshqa o'shalar haqida savol berganimda rosa o'ylab qolgan. ChatGPT ham Mana bu savollar rosa qiynaladi. Tovuq birinchi paydo bo'lganmi, tuxummi? U o'ta qiynaladigan, chunki berish kerak u. Misol menga kulgandan keyin berganman, qaytarib shu bilan o'chdi. Lekin bu savolning javobini bor. Yo'q, topolmaydi o'zi ham. Chunki ikkita variantda beradi. U bilmaydi, lekin men bilaman. Siz o'zingiz uchun ma'lumot olib qo'ysangiz bo'ladi, chunki men o'zim qishloq xo'jaligida o'qiyman. Qishloq xo'jaligi mexanik injener bo'lganim uchun bu savolning javobini berib ketaman. Azizlar, tuxum birinchi paydo bo'lgan.
Nimaga degan savol bo'lishi mumkin. Quyosh orqali. Kim aytdi sizlarga birinchi tuxumni aynan tovuq tuqqan deb? To'g'rimi? Boshqa zot tuqqan bo'lishi mumkin-ku. Agar mantiqan o'ylab qarasangiz, logichniy o'ylab qarasangiz, birinchi tuxum paydo bo'lgan. Ya'ni birinchi tuxumni Aynan tovuq qo'yilsa-da. aynan tovuq qo'ygan deb ayta olmaydi-ku hech kim. Aynan tovuq qo'ygan birinchi tuxum deb. O'shaning uchun ham birinchi tuxum paydo bo'lgan. Keling, mavzudan uzoqlashib ketib qolmaylik. Sun'iy intellekt. Mana hozir avtomobillarga ham qo'yilyapti AI tizimi, ya'ni o'zini o'zi boshqarish. Endi ChatGPTdan uzoqlashamiz. O'zini o'zi boshqarish avtomobillarda hozir shu yo'lga qo'yilyapti. Bu birinchi bo'lib Teslada boshlandi. Hali ommalashib ketmadi-yu, lekin mana Xitoy avtomobillarida ham, BYDlarda ham bu yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni o'zini o'zi boshqaradi. Xuddi samolyotga o'xshab. Samolyotda misol uchun avtorejim bor. Bu rejim endi demak avtomobillarda ham bor. Bu qanchalik xavfsiz? Ya'ni baribir o'sha kiber xavfsizlikka borib taqalaveradi. Tasavvur qiling, siz boy odamsiz. Sizni hayotingizga zomin bo'lishmoqchi. Siz ketayotgan avtomashina elektronniy kar, ya'ni elektrokar, u sun'iy intellekt ravishda ishlaydi. Sun'iy intellekt holatida AI tizimi yordamida harakatlanib ketyapti. Ortingizdan o'sha siz shu yo'llangan killer, u hacker. Sizni avtomashinangizni buzib kira oladi. Mana Lilar hozir o'zingiz ham bilasiz, Li avtomobillari demak yo'lda o'sha avto holatda yura oladi. AI tizimi holatda yura oladi. Qanaqa bo'ladi? Buni buzib kirsa bo'ladimi? Avvalo, birinchi navbatda hech qachon hayotimda sun'iy intellektga ishonmasdim. Bunda bitta case bo'lgan, keyin aytib beraman. Xo'p, bu mashinalar xavfsizlik jihatiga keladigan bo'lsak, har qanday tizim buzilishi mumkin. Ya'ni o'zi kiber xavfsizlikda shunaqa tushuncha borki, bu mahsulot emas, jarayon deb aytib ketgan bitta aqlli inson, lekin ismi esimda yo'q. Xo'p, jarayon bo'lganligi uchun doimiy tarzda yangilanib boradi. Har kuni yangi zaiflik topilishi mumkin va uni himoyasi ham topilishi mumkin. Ya'ni siz aytgandek, sun'iy intellektga ham, aynan sun'iy intellekt orqali bo'lmasa ham elektronlashgan mashina har qanday tizimi orqali buzib kirilish holati mavjud bo'lishi mumkin. Menda qo'shimcha, bu kinomi yoki Teslaga nisbatan rolikmi deb aniq bilmayman, lekin YouTube'da ko'rib qolgandim. Ya'ni ikkita inson turadi, ichida odam yo'q, Tesla urilaveradi. Bir-biriga-da, urilib ko'payib ketgan bo'ladi. Bu degani nima? Ya'ni buzilganda, bu kimdir buzib uni boshqaryapti. Bu holat kuzatilishi mumkin. Ya'ni elektromobil bo'ldimi, shunday qurilmalar bor, elektron tizimini ishdan chiqaradi. Agar shu narsa bilan mashinani yonidan o'tadigan bo'lsa, bo'ldi, u bloklanadi. Borib qat'iy urishi mumkin. Bu xavfli holatda, misol agar buzadigan bo'lsa, avtomobil uni nazoratiga o'tsa, ketdi. Xohlagan yerga olib ketasiz. Mana shu yerda yana bitta tushuncha bor. Centralized bo'lgan dasturlar, ya'ni markazlashtirilgan dasturlarga u qadar bog'lanib qolmaslik kerak. Misol uchun Microsoft yoki Tesla, bular umumiy bitta joydan boshqariladi. Ya'ni kompaniya tomonidan boshqariladigan tizimlar. Bittagina kompaniyaga buzib kirish orqali qolgan barcha o'sha avtomobillar yoki qurilmalarni manipulyatsiya qilish mumkin. Shu uchun ham decentralized, ya'ni markazlashtirilmagan, alohida ishlaydigan tizimlarga ko'proq murojaat qilgan ma'qulroq xavfsizlik jihat. Agar Teslada shunday narsa bor ekan, mashinangiz bor. Agar ishlamay qolsa, pochta orqali yoki anaqasiga yozsangiz, ular u yoqdan turib to'g'rilab berar ekan. Agar sistemasi buzilib qolsa, ko'ryapsizmi? Bu degani bular aytgandek xuddi markazlashtirilganda. Hammasi bitta joydan boshqariladi. Ko'rdingizmi azizlar? O'shaning uchun Tesladan ehtiyot bo'linglar. Elon akani bilasizlar, qanaqa qattiq odamligini. Haqiqatda o'shaning uchun ham demak, sun'iy intellekt ravishda AI tizimida ishlaydigan barcha avtomobil haydovchilariga maslahatimiz, o'z shaxsiy hayotingizni albatta nima bo'lganda ham u temir, nima bo'lganda ham u sun'iy intellekt, u odam emas, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Xullas, Xudo ham saqlaganini saqlaydi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Meni Nodirbekka bitta savolim bor. Hop, amerikalik yozuvchi Dan Brownni aynan ibtido romanini o'qiganimda bitta holat bo'lgan edi. O'sha bosh qahramon sun'iy intellekt yaratadi o'zi uchun yordamchi sifatida va juda mashhur prezentatsiyani ommaga ochib berishni aytadi. Hozir bu haqda ma'lumot bermayman, aynan o'qimoqchi bo'lganlar uchun. Podkastga bo'lib qolmasin bu ham. Xo'p, juda mashhur prezentatsiya bo'ladi va uni eshitgan odamni qiziqishi aniq. Va shu jarayonda sun'iy intellekt, ya'ni yordamchisiga shunaqa topshiriq beradi u,
bu o'sha prezentatsiyamizni, taqdimotimizni maksimal darajada insonlarga ko'rsat deb topshiriq beradi. Ya'ni maksimal darajada insonlarga ko'rsat dedi o'zini yordamchisiga va ortiqcha hech qanaqa gap gapirmaydi. Va shu jarayon boshlangandan keyin o'sha prezentatsiya taqdimotgacha bo'lgan jarayonda ikkita mashhur olimni hamda o'sha sun'iy intellekt yaratuvchisi, o'sha bosh qahramon o'ladi. Ya'ni bu qotilliklar uchalasi ham o'sha sun'iy intellekt tomonidan qotil yollab amalga oshiriladi, taqdimotni maksimal ravishda ommaga yetkazish uchun. Va bu qanchalik reallikka yaqin, shunaqa holatlar bo'lishi mumkinmi? Ya'ni o'sha sun'iy intellektga bu prezentatsiyani ommaviy qilgin deb buyruq beradi. U esa ommaviy qilish uchun o'zini yaratgan insonlarni o'ldirishni killerga murojaat qiladi. Killer yollaydi. Tushunyapsizmi nimalar bo'lyapti bu yerda Nodirjon? Endi bu fantaziya asar albatta, Bu Lekin bu- ishinglar. lekin bu asar deyishyapti-yu, lekin bu hozir hal reallashib ketyapti borgan sari. Chunki ya'ni ovozni klonlashtirish, ya'ni sizni ovozingizni. Bitta tekst o'qittirsangiz, siz ovozingizni o'qib beradi. Lekin siz o'qimagansiz. Endi bu degani, u ham sun'iy intellekt bilan qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdirni ovozini klon qilib turib, kimgadir jo'natgan yoki video qilib shu orqali buyruq berganda, endi xuddi odam buyruq beryapti, killer deb o'ylagan, keyin o'sha odamlarni o'ldirgan bo'lishi mumkin. Yo'q, men bu yerda unga hayron qolmadim. U o'xshatish imkoniyatlari mayli. Aynan o'ylab chiqish jarayoni, ya'ni uni Algoritmi, uni demoqchilarki, shu narsaga aqli yetyaptiki, g'ayritabiiy tarzda hamma bilish uchun haqiqatan hamma eshitganda, g'ayritabiiy bo'lgan, tarqalishi zo'r bo'lgan, ommaviy bo'lgan. Lekin o'zini yaratgan insonni bu yerda ham boyagi narsa, ya'ni savol noto'g'ri berilyapti, aynan yo'nalish maksimal darajada tarqatilyapti va ortiqcha podkastga berilmayapti. Meni o'ldir deb aytmadi yoki o'ldirma ham deb aytmadi. AI'da turlari bor-da, 3 ta turi bor. Eng oxirgisi bu super AI, ya'ni o'sha bilan aytgan narsa, o'zini o'zi aniq qiladi. Ya'ni o'zidan o'zi buyruq chiqaradi-da. Misol hozirgi AI'lar o'rta AI, ya'ni Tor AI hisoblanadi-da. Ya'ni yaratilgan narsadan chiqib ketmaydi. Ular nazoratchisi bor. Super AI endi hozir yaratilmagan u prosessda agar bu chiqsa, ya'ni bular aytgan narsa bo'ladi. Yaratuvchisi qanchadir doira qo'yib qo'yishi mumkin, lekin u o'ziga o'zi xuddi mana bitta yosh bolaga boshida nonni nanna deyishi mumkin, keyin non deb o'zini fikrlashi oshib boradi-yu. Xuddi super AIda ham shunaqa. Boshida ota-onasini aytgan qiladi yosh bolalar, keyin ota-onasiga gap qaytarishni boshlaydi. Super AI ham shunaqa, xuddi bular qilgandaqa o'zini egasi yoqmay qolsa, keyin ataka qilishi mumkin-da. Sun'iy intellektda hissiyotlar bo'lishi mumkinmi? Hissiyot endi yozuvda bo'lishi mumkin, lekin realniy bilmadim. Aynan o'sha jarayonda, yaxshi battle bo'lyapsiz, yaxshi Nodir aka, asta Lekin hissiyot deganda berolmaydi, chunki u faqat insonga berishi mumkin. Aynan o'sha jarayonda, ya'ni sun'iy intellekt o'z egasini o'ldirgandan keyin bu haqda yana bitta qahramonga ma'lum qilinadi va nega o'ldirding deganda o'zi 10 kun umri qolgan edi. Matematik hisoblab chiqdim. Uni 10 kun keyin o'lganidan hozir o'lgani ancha foydali degan javobni beradi. Asar o'qib chiqish kerak bir asar izlab chiqish kerak. Taqdimot sifatida aytib o'taman. Dan Brownning ibtido asari va bu asarni kimga tavsiya qilaman? 20 yoshdan oshgan insonlarga. Ya'ni asarda o'sha bosh qahramon bitta ma'lumot ochib ketaman, ateist bo'ladi va yo'nalish shunga biroz yaqinroq. Shuning uchun siz o'z diniy qarashlaringizni joyiga qo'yib olgan inson sifatida o'qishingiz mumkin. Hozir hammamiz sun'iy intellektga qiziqamiz-ku, to'g'rimi? Hammamiz qiziqamiz, va bu soha rivojlanyapti. Endi bitta savolda anaqa yaqinda video chiqdi 2 oldin, ya'ni Siri bor-u, uyga o'rnatadi hamma. Ya'ni domovoy bilan gaplashgan holatini egasi ko'rib, yig'lab bitta qiz video qildi-yu, to'g'rimi? Ko'rdinglarmi, ko'rmadinglarmi? tushganday bo'ldi. Shu qanaqa reallikka yaqin deb o'ylaysizlarmi? Ya'ni domovoy bilan Siri gaplashyapti italyanskiy tilda. Egasi yig'lab video qo'yyapti. Nima haqida gaplashyapsan? Agar reallik, men o'yladim bu mumkin emas, chunki yo'q narsa bilan qanaqa qilib Siri gaplashish mumkin? Yo'q, haqiqatda yo'q narsa bilan gaplashish qiyin-da, lekin endi hamma narsani sun'iy intellektga bog'layapmiz, IT texnologiyaga boylayapmiz-u, lekin hali bu darajagacha yetib keldikmi deb o'ylab qolaman. Lekin yaqinda misol uchun CES 2025 ko'rik tanlovi bo'ldi, xabaringiz bor. Bu yerda shunaqa yangi ixtirolarni, yangi texnologiyalarni demak ommaga e'tibor qilishdiki, ommaga tortiq qilishdi. U yerda inson
tanasiga o'xshash yangi odam, ya'ni robot yasashdi. Bu yerda hatto tanasi ham bir xil odamlarniki bilan, uni tanasida suv ma'lum bir gradusda qaynab turadi. Ya'ni odamni issiqligini berish uchun odamni terisiga o'xshatib, ko'zlari, harakatlari unga yaxshigina sun'iy qo'shganini bildirib turardi. Bu haqida nima deb o'ylaysiz? Kelajakda insonlar o'zini qiyofadoshini, ya'ni robotini, o'zini shaxsiy robotiga ega bo'lishi mumkinmi o'zini qiyofadoshiga? Tasavvur qiling, siz bugun mazangiz yo'q yoki ishga borgingiz kelmayapti. Sizni o'rningizga har kuni ishdan kelganingizdan keyin sizni ma'lumotlaringizni qabul qilib oladigan sun'iy intellekt ertasi kuni ana shu hozirdan tug'ilganingizdan hozirgacha bo'lgan ma'lumotlarga ega sun'iy intellekt o'rningizga ishga boryapti va ishlarni sizdan yaxshiroq ham qilib qo'yyapti. Bunga qanday qaraysiz? Bu bo'lishi mumkin. Etama-eta bu jarayon, ya'ni lekin shu mana shu narsalar super AI'ni boshlanishi oxirgi daraja. Ya'ni chunki robot o'zini o'zi ko'chada ko'rgan narsalarini o'rganishni boshlaydi, ya'ni yangi narsalarni. Endi qiyofadosh deganda baribir sizga 100% o'xshamasligi mumkin, lekin o'xshatishsa ham baribir ajrata oladi yaqin insonlar. Agar begonalar bilmasligi mumkin, lekin yaqin insonlar sanmasdan degan darajaga borishadi. Endi u qimmat ham turadi ancha. Chunki uni puli bor insonlarda baribir oxiriga borib qoladi. Lekin qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa sun'iy intellekt qilsa bo'ladi. Ya'ni robot yasasangiz, unga shunaqa kuchli sun'iy intellekt qo'shsa bo'ladi. Ya'ni har kuni ishdan keldingiz, siz bugungi ma'lumotingizni qabul qildi, o'zi oldingi ma'lumotlari ham joylashtirilgan edi. Har kungi ma'lumotni berib boryapsiz, qaysidir kuni mazingiz bo'lmadi, dam olmoqchisiz. O'rningizga ishga bordi. Hozir Yaponiyada o'zi chiqqan. Endi odam 100% siz aytgandek terida bo'lmasligi mumkin, lekin o'qituvchi robot chiqqan, ya'ni dars beradi o'quvchilarga. Yaponiyada bu birinchi chiqqan. Tushunarli. Demak, azizlar, asosiy mavzumizga qaytish arafasidamiz. Bizni kuzatayotganlar ham asosiy mavzumizni, asosiy savolimizni javobini anchadan beri kutishyapti. Sun'iy intellekt demak, kiber hujum qila oladimi degan savol. Bundan oldin esa yana kutib turasizlar azizlar. Kichik demak, o'zimizni statistikamizga qarab olamiz. Kiber xavfsizlik mutaxassisi O'zbekistonda nechog'lik o'rni, ya'ni ular qancha va qanchaga ko'payib borishyapti. Sun'iy intellekt mutaxassisi demak O'zbekistondagi o'rni qanday baholaysiz va qanchaga ko'payib boryapti? Marhamat, Temur aka. Talab miqdoriga oladigan bo'lsak, kiber xavfsizlik sohasi bizga yangi kirib keldi va bu kiber xavfsizlik yo'nalishi har bitta raqamlashgan kompaniya, korxona va kichik do'konda ham bo'lishi shart. Ya'ni kichik do'konda ham tizimlarni buzib kirib, unga zarar yetkazishimiz mumkin. Demak, har bitta raqamlashgan korxonada bo'lishi kerak dedimi? O'zbekiston birgina Toshkent shahrining o'zida qancha bunaqa kichik tashkilotlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysizlar? Va har bittasi uchun qaraydigan kiber xavfsizlik bo'yicha shaxs bo'lishi kerak. Va bizning kompaniyalarimiz endi hali buni to'liq his qilishmadi. Katta yirik kompaniyalar, asosan chet eldan kirib kelgan kompaniyalar boshlab berishyapti buni. Endi yaqin 1-2 yil ichida qolgan barcha tashkilotlar ham buni his qiladi va shunda shunaqangi, nima deydi? Urush davridagi ocharchilik deydi-yu. Shunaqa bir vaziyat yuzaga keladiki, kiber xavfsizlik xodimlariga talab juda ortib ketadi. Aynan hozir ham juda yuqori, kadr kam, lekin har bitta tashkilot tushunib borib, kiber hujumlar soni oshib boravergandan, zarar ko'ra boravergandan so'ng, har bitta tashkilot o'zi uchun kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis izlay boshlaydi. Mana shu paytga kelib, juda katta tanqislik yuzaga keladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, hozir ham soniyasiga, misol uchun har bir soniyamiz o'tib ketyapti, lekin 30 tadan 50 taga jozi kiber hujumlar bo'lyapti dunyo bo'yicha. Demoqchisizki, bu bora oshib borib O'zbekiston ham, kompaniya rahbarlari ham his qilishni boshlaydiki, o'z korxonasiga, o'z kompaniyasiga demak kiber xavfsizlik mutaxassislari kerak bo'ladi. Buni anglashni boshlashadi. Yaqinda boshlashadi. Yana qo'shimcha qilib ketaman. Xo'p, ana shu jarayonda hozir deyarli hammamizning ma'lumotlarimiz internetga ko'chdi. Ya'ni kiber xavfsizlik faqat tashkilotlarga emas, har bitta shaxsga kerak. Ya'ni men
oddiy inson sifatida ma'lumotlarimni himoya qilishim kerak. U pulim bo'ladimi yoki-da umumiy boshqa xavfsizligim, yaqinlarim yoki Avvalo ma'lumotlarim o'zi uchun. o'zi uchun va yaqinlari uchun. Birgina inson kiberxavfsizlikni biladimi, uni atrofidagi 15-20 ta shaxsga u ta'sir o'tkazadi. Ya'ni o'sha 15 ta insonda kiber ong shakllanadi. Ya'ni shunaqa tushuncha bor. Ular o'zini ma'lumotini ma'lum bir darajada himoya qila oladigan darajaga keladi. Bugundan siz bilan yaxshigina do'stmiz. Shuning uchun ham har bitta inson o'rganishi kerak kiberxavfsizlikda. Avvalo o'zingizning xavfsizligingiz, keyin yaqinlaringizning xavfsizligi va bu karyera sifatida ham eng yaxshi tanlov. Ana endi Nodir aka sizga yuzlansam, O'zbekistonda demak sun'iy intellekt mutaxassisiga talab qanchalik, nechog'lik va buni demak o'sha foizlarda ifodalasangiz, ya'ni talab qancha, mutaxassis qancha? Foizlarni aniq sonini bilmayman, lekin mana har deyarli bu yil o'zida ham Wildberries bilan Ozon kompaniyalari O'zbekistonga kirib keldi. Bu degani ya'ni qancha elektron magazinlar yoki shunaqa onlayn magazinlar ko'payib ketsa, onlayn sotuv marketplace'lar oshgan sari bu degani ma'lumotni tahlil qiluvchi insonlarga bo'lgan talab oshadi. Ya'ni shu sohada chunki Uzumda o'zi bo'lgan paytda ham Alif Shop bilan ikkalasi bo'lgan payt ham ikkalasiga vakansiya bor edi. Endi bu Ozon bilan Wildberries shunga o'xshagan onlayn platformalar kirib kelgandan keyin, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilish, insonlarning xohishini o'rganish. Bu degani bu sun'iy intellektga bo'lgan talab oshadi degan. Ya'ni bu soha shu darajada O'zbekistonda rivojlanadiki, ya'ni dasturchilarga bo'lgan talab oshadi. Bekorga Jahongir Ortiqxo'jayev ham aytishmayapti, ya'ni o'rganish kerak yoshlar. Chunki u insonlar ko'p narsani biladi. Endi misol qarasangiz, internetda hech kim bu darajaga keladi deb o'ylamagan. Endi sun'iy intellektda ham, kiberxavfsizlikda ham misol shunaqa deb o'ylasak bo'ladi. Ya'ni 10 yildan keyin nima bo'ladi, hech kim bilmaydi bu sohalarda. Lekin hozir shu joyda ularga savol berib o'tib ketaman. Biz foydalanadigan, ya'ni hamma Face ID bilan foydalanamiz bu platformalarda identifikatsiyadan o'tish uchun. Ya'ni ular One ID dan oladi. Bilasizmi ma'lumotlarni? Shu qanchalik xavfsiz biz uchun. O'zi OneID davlatimizda MyGov'da saytda himoya qilinadigan ma'lumotlar va u ma'lumotlarni tasdiqlash jarayonida boshqa kompaniyalar foydalanadi. Oddiygina misol, reklama bo'lib ketishi mumkin, ammo bor o'sha biz biladigan kompaniyalar Face ID orqali taniydi. Va bu ma'lumotlarda aynan u ilovaga hujum qilib yoki-da o'sha kompaniyaga hujum qilib olish mumkin. Endi bu ham uni xavfsizligiga bog'liq. Shunchaki olib bo'lmaydi albatta. Ular ham xavfsizlik ustida ishlashyapti. Yoki-da sizni qurilmangiz orqali ham u ma'lumotlaringizni olish mumkin. Ya'ni siz qurilmangizni qay darajada xavfsiz saqlaysiz, bunga ham bog'liq. Va yana bitta gapni aytib o'taman, hech qaysi tizim xavfsiz emas va barcha tizim buziladi. Keyin qo'shimcha qilib yaqin kunda Birlashgan Arab Amirligi bilan O'zbekiston $15 million shartnoma qilingan 7 ta loyiha uchun. Ya'ni sun'iy intellektda ishlaydigan 7 ta loyiha uchun $15 million. Ya'ni bular Birlashgan Arab Amirligidan programmist olib kelish uchun. Bu degani O'zbekistonda hali sun'iy intellektga yetarli mutaxassis yo'qligi. Ya'ni chet eldan sotib olishyapti. Shuning uchun biz o'zimiz rivojlanib, kuchaytirib o'sha 15 millionlik loyihalarni o'zimiz olishimiz kerak. Albatta, bir vaqtni o'zida ham mana siz aytyapsiz, kiberxavfsizlik mutaxassisiga ham talab kuchli deyapsiz, sun'iy intellekt yo'nalishiga. Tasavvur qiling, bir vaqtni o'zida ham kiberxavfsizlik mutaxassisisiz, ham sun'iy intellekt yo'nalishini demak mutaxassisisiz. Bu qanchalik yaxshi yo mazza deb o'ylaysiz? Siz mana sun'iy intellektni ham bilasiz. Siz qo'shimchasiga kiberxavfsizlik bilasiz. O'zingizni qanday his qilasiz? Xavfli inson. O'zingizni xavfli inson deb bilasizmi? Yo, siz bilan biz do'st bo'lmas ekanmiz unda. Kiberxavfsizlik bilan sun'iy intellekt imkoniyatlarini agar maksimal darajada birlashtirish imkoni bo'ladigan bo'lsa, ya'ni birlashtirilsa, bu orqali juda ko'p narsalar qilish mumkin yoki xavfli taraflama ham, himoya masalasida ham xuddi shunaqa. Ya'ni ikkala yuqori darajadagi soha birlashishida muammolar bor. Va yana bitta narsa bor. Ikkita sohani egallash degan joyga qo'shimcha qilib ketaman. Bu yerda siz shifokor bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi, bank xodimi, buxgalteriya, istalgan soha bo'lishi mumkin. Sizda ikkinchi yo'nalishingiz kiberxavfsizlik bo'lishi shart. Bu o'zi qo'yilgan, bu o'zgarmaydi. O'zi hamma inson bilish kerak, hamma inson. Albatta. Siz zalga chiqyapsiz o'zingizda yaqinlaringizni himoya qilish uchun. Lekin siz nima qilyapsiz? O'zingizni raqamli olamda himoya qilish uchun. Ikki yoshlarimiz bor hozir, kulgili bo'lsa ham qo'shnoq ichidagi yoshlarimiz
saytlarda o'tirganida ularga 842 ming so'm jarima kelib qoladi. Bu ham o'zi aslida o'sha kiber jinoyatda, ya'ni ular o'zi u saytlarda emas, bu narsa o'zi qaysidir kiber jinoiy orqali qo'yilgan bo'ladi bu sahifalar. Ya'ni davlat tomonidan emas bu jarimalar. Ya'ni bilan sohasidagi insonlar qo'yishadi. Yo'q, meni soham bilan adashtirmanglar. Aynan Bular white hacker bo'lsa, endi black hackerlar bor-da. Ular tomonidan qo'yilayotgan, ehtiyot bo'linglar, bu davlat tomonidan uyushtirilayotgan jarima emas. Endi har doim u saytlardan emas, oddiy masalan VPN bilan ishlaydigan saytlar bor. Masalan, O'zmoviylar hali ham men VPN bilan ishlaydigan saytlarni aytayotgandim. o'sha O'zmoviyni ham hozir VPN bilan qilib qo'yishgan. O'zmoviy dahshat. Shunga o'xshash, misol uchun kino ko'rmoqchi bo'lsangiz ham chiqib qolaveradi ekranga. Men aynan shularni nazarda tutdim. Asosan VPN bilan Hurmatli ishlaydigan yoshlar. saytlar. Asosiy savolga o'tamiz. Ya'ni asosiy demak ko'rsatuvimiz boshida, podkastimiz boshida bergan savolimizga hozir javob olamiz. Sun'iy intellekt kiberhujum qila oladimi? Oldin Nodir akani fikrlarini bilamiz. Sun'iy intellekt qay darajada kuchli, u qanday kiberhujumlar qila oladi? Marhamat. Mana shu aytib o'tgandek boya aytib o'tdim, klon ovozi, yuzlarni aniq klon qilib turib, ya'ni kimdir boshlig'ini nomidan qilib u bu kimga buyruq yoki anaqa berish mumkin. Keyin men bitta video ko'rganman, ya'ni shunaqa algoritm tuzadiki, bitta insonga sun'iy intellektni bog'lab qo'yadi. Ya'ni u hamma ijtimoiy tarmoqda kuzatadi. Facebook, Instagram. Ya'ni uni har bir rasmi nimasi bo'lsa e'tibor berib va filtrlaydi. Ya'ni oxirida u qizni tug'ilgan kuni ma'lumotini, hatto rasmidan stol ustida qolib ketgan kartasi ma'lumotlarini ham oladi-da, sun'iy intellekt. Ma'lumotlarni tahlil qilib, oxiri u qizga hujum qilishni boshlaydi. Ya'ni u yoqda inson aralashgani yo'q, prosta algoritm yozib, unga yo'naltirib qo'ygan. Endi bu video qanchalik aniq, lekin bu realniy bor narsa qilsa bo'ladi. Oxirida aytadi, sen agar menga shuncha miqdordagi summani tashlab bermasang, men senga shunaqa keskin chora ko'raman deydi, ishonmaydi. Har xil ma'lumotni tashlaydi. Sun'iy intellektni o'zi qiladi. Ya'ni hamma ma'lumotni tashlaydi. Xuddi chatlashyapti-da ijtimoiy tarmoqda. Keyin men seni pasport seriyam, men yashash manziling shu kunda tug'ilgansan. Chunki u rasmni olgan ijtimoiy tarmoqda qo'yadi, hamma mana shu kuni tug'ilganini Facebooklarga o'shalardan olyapti-da u. Har xil joydan teryapti-da, oxiri insonni o'ziga hujum. Ma'lumotlarga ega bo'lyapti. Bu ham mana yaqinda emas, 5-6 yil oldin bo'lgan, demak o'sha Cookitga o'xshashmi? Cookit ham o'zi sun'iy intellekt ravishda ishlarmidi? Yo'q, Cookitni aniq bilmayman. To'g'risi Cookitni haqida ma'lumot yo'q. Momo degan virus ham bor, eshitgan bo'lsanglar. Ya'ni bu WhatsAppda keng tarqalgan virus. Xuddi Cookitga o'xshagan, lekin ularni qanaqa algoritmligi bilmayman ishlashini. Ya'ni lekin yoshlar o'rtasida ko'p o'limga sabab bo'lgan ilovalar hisoblanadi. Ehtiyot bo'lamiz. O'shaning uchun hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yoshlar. Demak, sun'iy intellekt mana ustoz aytganidek, mutaxassisimiz aytganidek, kiberhujum qila oladi. Va bu kiberhujum qay darajada bo'ylaysiz? Mana aytyaptilar, bitta insonni to'liq kuzatib, unga demak kiberhujumlar qilyapti, uni ma'lumotlarini yig'ib. Bu kiber xavfsizlik olamida qanday baholanadi? Qay darajada? Misol uchun 1 balldan 10 ballgacha baholasangiz yokidan o'zi qanaqa bo'ladi baholash? Bu yerda. O'zi bunga qanday qaraysiz? Reallik bormi bu yerda? Yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Tasdiqlanmagan ma'lumot videoda, ya'ni sun'iy intellekt berilgan vazifani bajarish uchun insonlarni aldayapti. Ya'ni bitta unga kapcha chiqqan, u muammoni hal qilish uchun boshqa dasturchiga yozyapti. Ko'zimda, zirinamda muammo bor, iltimos shuni hal qilib bering. Ya'ni men uni ko'rdim. Agarda bu rost bo'lsa va sun'iy intellekt yolg'on gapirgan bo'lsa, bu maksimal darajada bizga xavf keltirishi mumkin bo'lgan bitta obyekt. Tepada aytib o'tdik-ku, agar sun'iy intellektni ham kiber xavfsizlik demasa, opasniy odam bo'ladi-da. Xavfli odam. Ya'ni sun'iy intellekt o'z maqsadiga erishish uchun yolg'on gapiryapti bu yerda. Men yuqorida kitob bo'yicha aytib o'tgan кейsimda o'z maqsadiga erishish uchun u yerda ham matematik qanaqadir hisob-kitoblarga asoslanib, yaratuvchisi va boshqa olimlarni hayotiga zomin bo'lgan edi. Bu yerda ham ma'lum bir darajada bunga yaqinlashib kelyapti, agar o'sha videodagi haqiqat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni alday boshladimi, boshqa narsalarni ham qilishi mumkin. Kiberhujumni ham bemalol qilishi mumkin. Va bu hujum o'zi kiberhujumlar yengilroq, o'rtacharoq, kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, yengil hujumlarni demak qila oladi.
hozirgi paytiga yengil bo'ladigan bo'lishi mumkin, lekin agar shu tartibda o'sib ketadigan bo'lsa, siz uchun maksimal darajada xavf keltiradi. Shuning uchun foydalanishda ehtiyot bo'lish kerak. Unga sun'iy intellekt bilan muloqot qilganda ham shaxsiy ma'lumotlarda aynan qiziqishlar bo'yicha bu eng yuqori ma'lumot hisoblanadi. Mana shunaqa ma'lumotlarni berib qo'ymaslik kerak. Ya'ni boya aytib o'tdim, sizni pasport ma'lumotlaringiz yokida asosiy qiziqishlaringiz tursa, men bu yo'l orqali sizni tezroq buzib kira olaman. Bundan ko'ra. Ya'ni qiziqishlar orqali. Albatta. Hammasini o'zingiz eshitdingiz, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli demak IT House oilasi, yoshlar, sun'iy intellekt hozirda demak kichik bo'lsa ham kiberhujumlarni qila olyapti va shu bo'yicha agar shu borishda bo'ladigan bo'lsa, sizning shaxsiy hayotingiz uchun maksimal darajada xavf tug'dira oladi. Mutaxassisimizni maslahatlarini eshitdingiz. Iloji boricha shaxsiy ma'lumotlaringizni va qiziqishlaringizni hech qachon sun'iy intellekt bilan baham ko'rmasligingizni tavsiya qilib qolamiz. Umuman olganda keling kichik yana ozgina maslahat bering. Ular misol uchun hozir yoshlarimiz telefonlarini, misol uchun Google pochtasini, parollarini joylaydi, ularga parol o'ylab topadi. Ularni parollash bo'yicha ham o'zingizni maslahatingizni berib ketsangiz. Ya'ni ular qanday parollardan foydalangani ma'qul. Ya'ni kodlash tizimi haqida ham ozgina tushuntirib ketsangiz yoshlarimizga, ular uchun sal foydaliroq bo'lsin. Zeroki mana Nodir akamizga o'xshagan sun'iy intellekt mutaxassislari yaratgan mahsulotlar kiberhujumlarni ham qila olar ekan, biz ulardan himoyalanishimiz kerak. Ya'ni biz boya aytgandek, oilamiz bilan siz bilan do'stmiz. Marhamat demak yoshlarimizga. Birinchi navbatda, ya'ni bizda shunaqa tushuncha borki, biz aynan O'zbekiston aholisidan kelib chiqadigan bo'lsam, menimcha adashmasam 50% insonlar bu Instagram akkaunt parollarida familiyasi va tug'ilgan yilini oxirgi ikkita raqamini ishlatishadi. Ya'ni siz 10 ta Instagram akkaunt olib, 3-4 tasiga mana shu holatda kirishingiz mumkin. Ya'ni shu holatda zaif. Hech qachon parol yaratishda qanaqadir saytlardan foydalanish yokida sun'iy intellekt orqali so'rash, shaxsiy ma'lumotlarni parol sifatida kiritish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bu birinchi qadam bo'ladiki, siz xavfsizligingizni darvozasi bo'ladigan bo'lsa, katta qilib ochib berayotganingiz. Va parol ma'lumotlarida nimani tavsiya qilaman? O'zim foydalanadigan usul, men o'zim uchun shifrlash usulini yaratganman qisqacha. Va men parollaydigan ma'lumotlarimni o'sha usulda shifrlab qo'yaman. Ya'ni bu 30 ta 40 tagacha belgi bo'lishi mumkin. U juda tartibsiz ko'rinishda bo'ladi, lekin men uni asosida boshqa ma'lumotni o'qiy olaman. Va u algoritmni men yo'qotganman, ya'ni u o'sha qog'ozda chizgan bo'lsam, qog'ozda yoqib yuborgan. Ya'ni u faqatgina menda qolgan, shuni asosida parollar xavfsiz. Va parol qo'yishda hech qachon o'sha boya aytganimdek oddiy parollardan ham foydalanmang. Ya'ni hamma shunchaki raqamlar yokida harflar, eng kamida 8 ta 10 ta belgi, ular raqamlar, bosh harflar, kichik harflar, belgilar bo'lishi shart. Ya'ni bu narsa juda oddiy eshitiladi. Hamma shu ham xavfsizlikmi deydi? Yo'q. Bu eng katta xavfsizlik tushunchasi. Ya'ni siz o'zingizni xavfsizligingiz uchun qo'ygan birinchi qadam mana shu bo'ladi. Va undan keyin akkauntlar himoyasida doimo 2 bosqichli autentifikatsiyani yoqib, qurilmalarni nazorat qilib, faqatgina ishlatayotgan bitta qurilmangizga dostуп qoldirib qo'ying. Ya'ni har qanday qurilmalarda yaqinda bitta akkaunt ochib ko'rdik, unda 40 ta qurilmaga dostуп bor. Ya'ni 40 ta qurilma orqali u akkauntga ulanish mumkin. Ya'ni shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun ham 2 bosqichli autentifikatsiyadan foydalaning. Parollarda hech qachon shaxsiy ma'lumotlardan foydalanmang va parollaringizga hech qayerda yozib qo'yib saqlamang. Ya'ni bu eng asosiy boshlang'ich tushunchalar o'zingizni xavfsizligingizni ta'minlash uchun. Albatta aytdingiz-ku boya algoritm yozib qo'yganman o'zim uchun, buni menga ham o'rgatasiz degan umiddaman, chunki boya aytgandek oilamiz bilan do'stmiz, o'shaning uchun menga o'rgatib qo'yasiz. Bu gap bilan biz hozir sun'iy intellekt yo'nalishini yomonlamoqchi emasmiz. Sun'iy intellekt kiberhujum qila olgani bilan baribir hozirda insonlarni ayrim vaqt ketadigan, misol uchun inson resursi ketadigan joyda sun'iy intellekt insonni o'rniga ishlarni qilib ketyapti. Ya'ni inson ozgina dam olayotgan bo'lishi mumkin, inson ozgina miyasini kamroq charchatayotgan bo'lishi mumkin. Bu degani sun'iy intellekt ham yomon soha, buni o'rganmang demaymiz. Albatta ikkala sohani ham O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda o'z o'rni bor, o'z mutaxassislari bor, demak o'z o'rganishi kerak bo'lgan insonlari bor. Buni sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ustozimiz Temur aka aytganidek, har qanday yo'nalishni o'rganishingizdan qat'iy nazar, ikkinchi yo'nalish qilgan holatda albatta kiber xavfsizlik yo'nalishini o'rganib qo'ying.
Zeroki sun'iy intellekt ham zarar qilmaydi. Chunki biz 21-asrdamiz. Zamon rivojlanyapti, vaqt o'tyapti. Ishonmasangiz soatingizga qarang, u to'xtab turgani yo'q. Ya'ni siz ham rivojlanishingiz kerak. Buning uchun esa IT sohasini umuman olganda zamonaviy kasblarni o'rganing, izlaning. O'shandagina hayotingiz bundan keyin yanada yaxshi bo'ladi. Temur aka, podkastimizda ko'rganimizdan bahoyatda xursandmiz. Nodir aka, sizni ham demak bugungi podkastimiz uchun bugungi chiroyli zo'r insonlarga, yoshlarimizga kerakli bo'lgan suhbat uchun albatta Temur aka sizga ham rahmat, Nodir aka sizga ham rahmat deyman. Vaqtlaringizni ayamasdan kelganliklaringiz uchun marhamat, bizni kuzatayotganlarga so'nggi tilaklaringiz va podkastni shu joyda o'z nihoyasiga yakunlaymiz. Marhamat. Temur aka. Okay, tilaklarim. Ya'ni hozirgi kunda kirib kelgan raqamli olamda o'z himoyangizni yo'qotmasligingizni tilab qolaman. Ya'ni bu eng keraklisi mana shu deb o'ylayman. Siz va yaqinlaringizni himoyasi uchun ham avvalo siz harakat qilishingiz shart. Nodir aka. Hozirgi yoshlarga ularga sun'iy intellektlardan foydalanmanglar demayman, lekin limit qo'yib olishlarini tavsiya qilaman, chunki yoki ularga izlanishga to'siq bo'ladi va dangasa qilib qo'yadi. Shuning uchun limit qo'yinglar, ko'p foydalanmanglar. Foydalanmanglar demayman, lekin foydalaninglar. Albatta. Mutaxassislarimizni fikrlarini o'zingizga olasiz degan umiddamiz. Hammasi albatta siz uchun. Unutmang, biz siz uchun harakatdamiz. Doim sog', salomat bo'ling. Ishlaringizni omadini bersin.